Gapir tez gapirib, o'rtoq juda ham ishim bo'pman. Tezroq bo'lgin. Xullas, onam o'tib qolganlaridan keyin adam ozgina haligi injiroq bo'lib qolganlar. Uylantir, adinani uylantir. Onam ruhlari chirqiraydi-ku. Adin savollar kerakmi? Kerak. Uylantirasan. Bo'ldi, gap ko'p bitirma. Aka, sal chaproq. Sal chaproq. Hammasi zo'r. Hop. Adamlarni yosh bittasiga uylab qo'ydim o'rtoq. Adamlar xursand. Lekin shu bitta muammo bor-da. Yana nima gap? Adam aytyaptilar. Men ko'chani odamiman. Xotinga yomon ko'rinib uyda o'tiraveramanmi? Hamda bir pul topishim kerak. Deyaptilar-da. Xullas, men bitta Suhrob degan o'rtog'im bor. O'shalar odamlarga yaqin degan do'kon ochib beryapti. Ha, adaylarga ham do'kon ochib beramiz. Eblarmi ekanlar? Xotinni eplayaptilar, Bo'lmasam-chi? do'konni eplaydilar. Keling, Baxtiyor aka. Oyi. Opa. Malika. Nevarada sog'inib qolishdi. Uyga borib turinglar. Toy. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Qanasan? Oyingga. Uyga borib turinglar deb keluvdim. Nevaralar sog'inib qoldi-da. Sog'ingan bo'lsalaring, o'zlaring kellaring. Manzilni bilasanlar. Yaqin do'koni. Faqat tezroq kellaring. Biz yaqinda dam olgani oyim bilan Sharm-el-Shayxga ketamiz. O'zimiz mana shu do'kondan ishlab topgan pulga. Akmal. Nima gap yana? Hammasi zo'r. Lekin bir muammo bor-da. Nima bo'ldi, gapirgin. Yoshlar uyga kelmayapti. Bitta gap aytsam xafa bo'lmaysanmi? Seni muammoing yo'q. Adaylarning muammolari bor. U sensan. Sayin faylasuf sayin. Ey, shoshma. Yana bir savol ish qil. Yana qanaqa ish? Qaynonam ham o'tib qolganda.